So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqda juda ham ko'p bitta ma'lumot aylanyapti. Bugun shu ma'lumotlarga sizga oydinlik kiritaman. Bu qanaqa ma'lumot? Ya'ni endi ajrashishga muddat yo'q ekan, endi ajrashsa uy-joy olib berishga majbur ekan va shunga o'xshagan ma'lumotlar. Xo'p, birinchi ma'lumotga to'xtalamiz. Endi esa qonunchilikka kiritilgan o'zgarishga asosan agar ayol oilaviy zo'ravonlikka uchragan bo'lsa va buni tasdiqlovchi hujjatlari bo'lsa, sudlar tomonidan yarashish uchun majburiy muddat tayinlanmaydi. Yarashish uchun majburiy muddat ba'zan jabrlanuvchiga nisbatan zo'ravonlikning yanada oshishiga olib keladi. Yangi qonun esa ularni himoya qilish uchun imkoniyat yaratadi. Hamma hamma xotinni nikohdan ajralsa agar uy-joy bilan ta'minlaydimi? Yo'q, unday emas. Nikohdan bekor qilish yoki birga yashamayotgan er-xotinlar orasida agar ayol tomonidan uyga olib kirib qo'yish da'vosi kiritilsa, bu da'voni ko'rib chiqish jarayonida tomonlar kelishuviga asosan mulkdorning tashabbusiga ko'ra ayolga alohida uy-joy sotib olib berish yoki ijara haqini to'lab berish majburiyatlari yuklatilishi mumkin. Agar ushbu yo'nalishda sizga huquqiy ko'mak va advokatlik xizmati kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.